Liselerimizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugünkü sağış 2021 yıl 8. ayının 27. günü. Hepteki cüme vatandaş. Endiki mavzumun da vatandaşım. Avrupa Hormuz'a kilobi. Avrupa İttifakı ve NATO'ya xatap etip, Litva Cumhuriyeti'nin Cungo'nun zo'ravonlikqa qarshi turishni qo'llashni talab qildi. Mavzuda xabar 8. ayının 27. günü Amerika ovozinin Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Washington, Yevropadagi har qaysi davlatlar va Kanada Tayvanga do'st parlament a'zolaridan tashkillangan Hormuz klubi haftaning 3. kuni 8. ayının 25. kuni Yevropa İttifakı ve NATO'ga xat yozib, Tayvan bilan munosabatlarni rivojlantirganligi uchun Jungo Kompartiyasining o'ch elishiga qo'shilgan Litva Cumhuriyetini qo'llashni talab qildi. Tayvan matbuoti bunda xabar qildi. Yevropa İttifakı a'zo 27 davlat ve Kanada parlamenti Hormuz klubi ning o'rtaq raisi ve yadrolik a'zolari birlashma imzo qo'yib, Yevropa İttifakı Daimi Komitetining raisi Charles Michael'ga ve Yevropa İttifakı İcraiy Komitetining İcraiya Komitetining raisi Ursula von der Leyen'ga, Yevropa İttifakı parlament başlığı David Sassoli hamda Yevropa İttifakı diplomatiya ve bexatarlik siyasi yuqori darajalik vakili Josep Borrell qatorliq rahbarlarga xat yozib, Litva Cumhuriyeti yana boshqa 15 Yevropa davlatiga o'xshashla Taybida vakolatxona qurishi kerakligini ta'kidladi vatandosh. Bu Hormuz klubi Kanadadagi klub ekan juma. Balki Yevropa İttifakı'nın, NATO'nun, Beijing'nin Vilnius, yani Litva'nın paytaxtı Vilnius şehirde, yani Litva Cumhuriyeti'ne zarb berish oldida Litva Cumhuriyeti'ni qo'llashni talab qildi. Beijing'nin Vilnius, yani Litva Cumhuriyeti'ne zarb berish oldida Yevropa İttifakı ve NATO'nun qo'llashini murojaat qildi. Jungo'nun tahdid xarakterlik harakati xalqaro qoida nizomlar eg'ir xilaf bo'lib qolmasdan, balki Litva Cumhuriyetining egilik huquqiga ochiq oshkor tajovuz qilganlikdir deb ko'rsatildi. Hatto Hormuz klubining yozgan xatida bunday ko'rsatildi. Beijing'ning harakatlariga Yevropa İttifakı intayin qattiq inkas qaytarishi lozim. Litva Cumhuriyeti mustabid davlatlarning tahdidlariga uchraganda demokratik davlatlar Litva Cumhuriyeti bilan bo'lgan ittifoqlik munosabatini texmi kuchaytirish kerak deb ta'kidladi. Tayvanning tashqi ishlar ministri bu Javshi 7. ayının 20. gün Tayvan Litva Cumhuriyeti bilan so'zlashish orqali Tayvanning Litva Cumhuriyetining Vilnius shahrida, poytaxti Vilnius shahrida Litva Cumhuriyeti Taybida vakolatxona qurishni bekitdi deb e'lon qilgan. Litva Cumhuriyeti hukumati mundaq ko'rsatgan edi, bu yil kuzda Taybida vakolatxona qurib, Osiyo Tinch okean rayonida savdo bozori ochadiganligini bildirgan edi.